Salom do'stlar, bugun videomizda biz va nima qilamiz, shunchaki qishloqni aylanamiz va mana yana sizlar kutgan Mickey o'sha. Xo'sh do'stlar, unda birinchi bo'lib bizga yangi qiz kelgan, o'sha ana uyi, o'sha qizni uyiga o'tamiz do'stlar. O'zi uyidamikan qiz bilmayman, kecha keldi, ko'rdim o'zim. Xo'sh, kecha keldimmi bu yerda ham aynan o'sha kecha kuni kameralar buzildi va o'shandan so'ng ishlab ketdi va kecha kuni bu yerda qotillik bo'ldi. Bu yo'qda yo'qda bor. Buni mumkin tushunarli. Voy, salom, kimdir bormi? Hech kim yo'q. Men band edim. Ko'chaga chiqib ketavering. Xo'p, nima ishingiz bor? Yordamlashishim mumkin. Yo'q, shart emas. Men podvalda ovqatlarni yig'ayotgan edim. Chiqavering. Xo'p. Yo'q, ovozi bilan ingichka ekanmi do'stlar? Xo'sh, nima qilamiz endi? Bu yerda pastda qandaydir narsa bor ekan. Sizlar ham ko'rdinglarmi? Keyin aytgancha do'stlar, qishloqda menga bitta narsa berildi. Mer aytdiki, qishloqdagi o'zining uyidan boshlab hammani tekshirib chiq dedi. Hammani uyini. Nega desanglar, ana shu qotillik bo'lgani uchun do'stlar, ana shuning uchun hamma joylarni tekshirib chiq dedi mer. Xo'sh, men birinchi bo'lib kimdan boshlaysam ekan? Xo'sh, aynan o'sha qizdan boshlayman-da. Birinchi bo'lib o'zingdan boshlad ekan. Menda masalan xavfli narsa yo'q do'stlar. Podvalim ham yo'q, lekin u qizning podvali menga juda ham g'alati tuyuldi. Tekshirmasam bo'lmaydi. To'xtanglar, qilich ovolaydi. Men o'zimga qilich ovolaydi, bo'lmasam tag'in tashlanib qolsa do'stlar. Mana o'shanga hozir mana bu yerda qilichlari shuning uchun mayli bo'ldi deb chiqaveraman. Bo'ldida olib tekshiraman qanaqa turar ekan do'stlar. Yo'q, qassobga o'xshab qolarkan. Do'stlar, hozir bizga birinchi bo'lib ana shu qizni uyini tekshiramiz. Xo'sh, ketdik. Chiqaversam, bunaqa kamerada yurish men uchun sal qiyin. Yo'q. Yo'qlardan qaytishim tayyormas bilan sodir qildi. Hozir bu qabul sodir qilishga zamachi. Do'stlar, bunaqa kamerada yurish menga masta do'stlar o'rnida. Do'stlar, endi nima bo'ladi? Hamma, hatto kameralarim, hattoki planshetimgacha yaxshi, unda planshet nimadan yasalar edi ya? Bilmayman ham planshetini nimadan yasasalarkan, sandig'imda bordir. Sandig'imda planshet yo'q, qilishdi lekin o'g'lim. Mayli, unda tekshiruvlarni boshlaymiz do'stlar. Mayli, farqi yo'q, endi video cho'zilib ketdi. Aslida buni qilmas kerak. Yeramas, shu yerga yuramanmi? Birinchi bo'lib tepalarni tekshiramiz. Salom, yaxshi qiz, ismingizni aytsangiz. Ismim Xo'sh. Asaloy. Chiroyli ekanman, tekshirib. Mayli. Xo'sh. Qo'naqa ekan.
boshqa yoqdan bunaqa joylar ko'paygan. Ayniqsa Tesha nima Urstak bilmadim. O ish ayyo narsalar yo'q do'stlar. Bir kuni men shu qizni o'zi o'ynadi. Kamerani men berib qo'yib bitta joyga ketmoqchi edim. Rolni tush. Ana endi bitta nomika qoldi. Xo'sh. Kechirasiz. Siz nekamiz? Buni nasib hozir o'ldiramanmi? Yo'q. Narsalar qoldi do'stlar. Sho'may kallasi tushdi. Kelgusini kallasi sho'may do'stlar. Do'stlar. Sho'may u qotil ekan. Eshaklarni qilgan ekan. Yaramasi. Shu do'stlar. Buni o'qirdi. Yaramasi namoyish qilibdi-yu. Xo'sh, endi yana lavayga ketmaymiz-da. Endi videoni tugatish vaqti keldi do'stlar. Sizlarga videolarim qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar do'stlar. Sizlardan iltimos qilib so'rab qolaman sizlardan. Like va obunani bosinglar, iltimos. Barchaga xayr do'stlar.